Cristiano Ronaldo nomi nafaqat zamonaviy futbolning, balki tarixdagi eng qudratli klublardan biri Real Madridning ham siymosiga aylanib ulgurgan bo'lib, 2009-yil Manchester Uniteddan Real safiga kelib qo'shilgach, jamoaning ajralmas qismiga aylandi hamda muxlislarga ko'plab sovrinlar va son sanoqsiz hayajonli lahzalarni in'om etdi. Ammo barcha narsaning yakuni bo'lgani kabi, Ronaldoning qaymoq rang libosdagi epoxasining ham o'z intihosi bor edi. Bugun biz sizning e'tiboringizga Portugaliyalik afsonaning Santiago Bernabeudagi so'nggi mavsumi haqidagi hikoyani havola qilamiz hamda o'sha kompaniyadagi eng asosiy hodisalarni yod etish bilan bir qatorda bu yil nimasi bilan ham klub tarixida, ham Cristiano faoliyatida o'zgacha ahamiyat kasb etishini anglashga urinib ko'ramiz. Boshlashdan oldin esa odatdagidek bizning savolimizga javob topishga urinib ko'ringchi. Cristiano Ronaldo o'zining Real libosidagi so'nggi golini qaysi jamoa darvozasiga kiritgan? Valencia, Deportivo, Villarreal, Sevilla. O'z javob variantlaringizni yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Bo'rondan oldingi sokinlik, yangi davr nafasi. 2017-2018 mavsum avvalida Madrid razdivalkasidagi muhit ko'tarinki tusda bo'lib, o'tgan kampaniya Realga La Liga hamda Chempionlar Ligasi kuboklarini keltirgan va barcha ulardan o'tgan yilgi muvaffaqiyatni takrorlanishini kutardi. Bunday ulkan bosim ostida Ronaldo yana Galaktikosning eng asosiy figurasi sifatida namoyon bo'ldi. Ammo endi u 2009-yildagi kabi yosh iqtidor sohibi emas, jamoadoshlarini ruhlantirib, o'z ortidan ergashtirishga qodir haqiqiy lider sifatida katta sahnaga chiqdi. Bosh murabbiy Zinedine Zidane ham uning tajribasi va ko'nikmalariga tayangan holda o'yinni portugaliyalik forvard atrofida shakllantirib, 4-3-3 yoki 4-4-2 tizimlaridan foydalanadi. Bunda Cristiano markaziy hujumchi yoki chap qanot winger vazifasini bajarardi. Plus Ramos, Modric, Kroos va Benzema kabi muhim ijrochilar ham o'yin dinamikasiga katta ta'sir o'tkazib kelishardi. 32 yoshni qarshilab ulgurganiga qaramay, hamon jahonning eng yaxshi futbolchilaridan biri hisoblangan portugaliyalik forvard 16-17 mavsum 46 bahsda gol pas tizimi bo'yicha 54 ball to'plagan holda yakunlagan bo'lsa-da, bu bilan cheklanib qolish niyatida emasligi ma'lum edi. Mavsumning asosiy voqealiklari. Har bir mavsum o'zining yakunini belgilab beruvchi hodisotlarga ega bo'lishiga qaramay, mazkur kampaniya Ronaldo uchun umuman o'zgacha ruhda kechdi. Chempionlar Ligasidagi ketma-ket 2 yillik zafar onlari jamoa motivatsiyasini so'roq ostida qoldirar. Shuningdek, madridliklar yangi kampaniya bo'sag'asiga Ispaniya chempioni maqomida kelib, ular oldida mamlakat futboli tojini saqlab qolish vazifasi ham turardi. Yozning o'zidayoq Manchester Unitedni taslim etib, UEFA Superkubogida zafar quchgan Zidane shogirdlari qishga kelib Al Jazeera va Gremioni ortda qoldirgan holda klublar o'rtasida jahon chempionatida g'olib bo'ldi. O'z navbatida Ronaldo mazkur bellashuvlarning har qaysisida gol kiritishni uddaladi. Ispaniya Superkubogi doirasida Barselona har ikki o'yinda ham taslim etilib, Blancos kolleksiyasidan yana bir sovrin o'rin oldi. Krish uchun 4 ta uchrashuvdan iborat diskvalifikatsiya bilan start olgan chempionatda hujumchi o'zining ilk golini 8-turga kelibgina Getafe darvozasiga kiritishni uddaladi. Shu tariqa 19 ta tur yakuniga kelib La Ligada bor yo'g'i 4 ta golga mualliflik qilgan Ronaldo tanqidlar to'foni ostida qolganligiga qaramay, o'zi qatnashgan 27 uchrashuvda o'z nomiga 26 to'p yozib qo'ydi hamda 6 ta dubl, Real Sociedadga qarshi hat-trick va Girona darvozasiga poker rasmiylashtirdi. Yakunda ular marraga faqatgina 3-chi bo'lib yetib kelgan bo'lsa-da, Zidanening bor diqqati Chempionlar Ligasiga qaratilganligi barchaga ma'lum edi. Shu sababdan ham Ronaldo hatto biror marta ko'rinish bermagan Qirol Kubogidan o'zlari uchun an'anaviy ruhda chiqib ketishganiga ham hech kim e'tibor bermadi. Madridning butun qudrati yo'naltirilgan Chempionlar Ligasiga keladigan bo'lsak, Real guruhda Apoel, Tottenham va Borussiyadan iborat kvartetdan o'rin olib, mazkur bosqichdagi kirish gollari soni 9 tani tashkil qildi hamda qaymoq ranglilar 13 ochko jamg'argan holda Londonning Tottenham klubidan so'ng ikkinchi pog'onani band etishdi.
1-8 finalda ular o'ta kuchli PSJga ro'paro kelishganiga qaramay, Zidan shogirdlari parijliklar to'sig'idan osonlik bilan o'tib, har ikkala bahsni ham o'z foydalariga hal qilishdi. Portugaliyalik forvard esa bu o'yinlarda o'z hisobiga 3 ta to'p yozib qo'ydi. Keyingi bosqichga kelib Blancosga qarshi o'tgan mavsum o'zlari finalda yanchib ketgan alamzada Juventus saf tortdi. Italiyada turinliklarni Cristianoning dubli ko'magida 0-3 hisobida yenga olgan Realni o'z uylarida haqiqiy jang kutib turardi. O'yin 1-3 hisobida yakunlanib, qaymoq ranglilarni overtimelardan aynan Ronaldoning penaltidan kiritgan goli qutqarib qoldi. E'tiborlisi bu Cristianoning Real libosida Chempionlar Ligasida kiritgan so'nggi to'pi bo'ldi. Yarim finalda madridliklar 2 o'yin natijasiga ko'ra 4-3 hisobida Bavariyani ortda qoldirib, finalga yo'l olishdi. Hal qiluvchi Liverpoolga qarshi to'qnashuv esa Salahning jarohati-yu Kariusning ahmoqona xatolari bilan yodda qoldi. Shu tariqa Real ketma-ket 3-bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritib, o'z nomini abadiyatga muhrladi. Cristiano esa musobaqa doirasidagi barcha bellashuvlarda qatnashdi hamda 13 gol, 3 ta assist rasmiylashtirdi. Shu o'rinda albatta Ronaldo va Messi ishtirokidagi so'nggi El Clasicoga ham to'xtalib o'tmoq lozim. Ortga nazar solib shunga amin bo'lamizki, Real va Barsa ishtirokidagi bahslar aynan mana shu super yulduzlar sababli rekord darajadagi tomoshabinlarni jalb qilib kelgan. 17-18 mavsum Ispaniya chempionatining 36-turi bizga unutilmas emotsiyalarni taqdim etib, Cristiano uchrashuvning 14-daqiqasidayoq o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Bellashuv esa 2-2 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Bu biz buyuk portugaliyalik afsona ishtirokida ko'rishga musharraf bo'lgan eng so'nggi klassiko sifatida tarixda qoldi. Afsonalar aks sadosi, jamoadagi o'zaro munosabatlar. O'yinchilarning buyuklik darajasi faqatgina yutuqlari bilan emas, balki ularning jamoadoshlari bilan o'zaro munosabatlariga qarab ham o'lchov qilinadi. Ronaldoning Madriddagi so'nggi mavsumi uning sheriklari bilan ham maydondagi, ham uning tashqarisidagi chuqur aloqalarining isboti. Krish va boshqa Ramos, Marcelo, Modric va Benzema singari muhim o'yinchilar orasidagi o'zaro aloqalar oddiy vaziyatlarga ham ertaknamo tus berardi. Men har doim Ronaldo jahonning eng kuchli o'yinchisi ekanligini ta'kidlab kelganman, deydi Sergio Ramos. U muhim bahslarda doim o'zini ko'rsatib kelgan. Cristiano har doim e'tiborlar markazida bo'lib kelgan. Agar o'yinda nimadir ko'ngildagidek ketmas ekan, barcha sardorga, murabbiyga va Ronaldoga qaraydi. Biz bunga ko'nikib ketganmiz. Shuningdek, Cristianoni Chempionlar Ligasi muhim o'yinlaridan avval zaxirada qoldirganligiga qaramay, u bilan bosh murabbiy Zidan o'rtasida hech qanday muammo yuzaga kelmagan va eng asosiysi bu doim natija berib kelgan. Endi bu haqda Zidanning o'zi nima deganligiga bir e'tibor qarating. Ronaldoning ko'rsatayotgan natijalari uning o'rniga gapiradi. U tarixdagi eng buyuk futbolchi, lekin men o'z vaqtimda undan kuchliroq bo'lganman. Agar o'z yoshligim va Ronaldodan birini tanlash kerak bo'lsa, men o'zimni tanlardim. Albatta, bu hazil. Agar jiddiy aytadigan bo'lsam, meni faoliyatim ham yomon kechmagan bo'lsa-da, Cristiano mendan ancha kuchliroq. Shuningdek, Ronaldo maydon tashqarisida ham shunchaki o'yinchi bo'libgina qolmay, haqiqiy yetakchi sifatida yosh futbolchilar uchun qiyin vaziyatlarda ruhlantiruvchi va yo'l boshlovchi ulkan shaxs bo'lib kelgan. Madriddagi Ronaldo davrining yakuni. Xayrlashuv onlari kelgan chog'i butun futbol olami o'yga toldi. Chunki bu na Ronaldo, na Real muxlislari uchun oson emasdi. U menga ketishi haqida aytganida, biz Chempionlar Ligasi finaliga tayyorgarlik ko'rardik, deb yodga oladi Marcelo. Ha, men avval bu haqda jurnalistlarga bor haqiqatni aytmaganman, chunki men shunga majbur edim. Portugaliyalik futbolchining Madridni tark etishi haqidagi xabarlar mavsum yakunlanishi zahotiyoq tarqalib ketgan bo'lsa-da, Florentino Perez har xil yo'llar bilan buni rad etib keldi.
hamma xohlagan gapini aytishi mumkin. Eng muhimi bu klub. Hozir eng asosiy narsa bizning chempion bo'lganligimiz. Odamlar doim Ronaldoning ketishi haqida mish-mish tarqatib kelgan, lekin hech qachon bunday bo'lmaydi. Shuningdek, mavsum yakuniga ko'ra Realni tark etgan Zidan ham Ronaldoning ketishini tan olib ochiq aytishni istamagan. Hozir buni muhokama qilishning o'rni emas. Hozir faqat g'alabadan zavqlanishimiz kerak, chunki biz bu hayotda bir martagina yashaymiz. 2018-yilning iyul oyi oxiriga kelib Ronaldo 117 million yevro evaziga Juventus a'zosiga aylandi. Qirollik klubida umumiy 438 bahsda qatnashib, 450 ta gol rasmiylashtirgan Cristiano Madridni klub tarixidagi eng zo'r goleador maqomida tark etdi. Qaymoq rang libosda 2 martadan La Liga chempioni va mamlakat kubogi sohibiga aylangan forvard yana 4 bora Chempionlar Ligasida zafarga erishib, 2 martadan UEFA va Ispaniya superkuboklarida g'olib bo'lish bilan birga 3 ta klublar o'rtasida jahon chempionligiga erishdi. O'yin avvalidagi sening so'zlaringni, g'alabaga intilishingni, o'z tajribang bilan bo'lishishga doim tayyorligingni sog'inaman. Men sen bilan bir jamoada harakat qilganimdan faxrlanaman. Sen eng buyuk futbolchisan, deya u bilan xayrlashdi do'sti Marcelo. Shuningdek, Realning afsonaviy yarim himoyachisi Luka Modric ham Ronaldoning ketishi haqidagi o'z fikrlarini aytib o'tgan. Cristiano noyob o'yinchi. Men u bilan birga o'ynaganimdan baxtiyorman. Uning erishgan natijalari fenomenal bo'lib, chuqur ta'zimga loyiq. Futbol bu nafaqat maydondagi o'yin, balki uning tashqarisidagi hayot tarzi va uni kuzatib boruvchilarning reaksiyasi hamdir. Ronaldoning Realdagi oxirgi mavsumi emotsiyalarga boy bo'lib, bu haqda Cristianoning o'zi shunday deydi. Realdagi, umuman Madrid shahridagi bu yillar hayotimdagi eng baxtlilari bo'ldi. Mening qalbimda bu klub, uning muxlislari va ushbu shaharga nisbatan minnatdorchilik bor. Men hayotimda yangi sahifa ochish vaqti kelganligini anglab, klubdan meni transferimga rozilik berishlarini so'radim. Shunday ekan men barchadan, ayniqsa muxlislardan meni to'g'ri tushunishlarini so'rab qolaman. Bu mening hayotimdagi eng yorqin 9 mavsum edi. Emotsiyalar va his-hayajonlarga boy 9 yil. Bu vaqt davomida men o'zimni qadrli ekanligimni his qildim. Men bu yerda futboldan qanchalik zavq olib yashaganligimni hech qachon unutmayman. Hammaga katta rahmat va men ilk bora Santiago Bernabeuda aytganimdek, Hala Madrid. Ronaldoning merosi. Qachonki ekspertlar barcha davrlarning eng buyuk o'yinchilarini muhokama qilishga kirisharkan, u yerda albatta Cristiano Ronaldo nomi, ayniqsa uning Realdagi davri bor bo'ladi. Santiago Bernabeuda portugaliyalik shunchaki futbol o'ynabgina qolmay, aynan Madridda tarixdagi eng zo'r bombardirlardan biriga aylanib, buyuklik maqomiga chiqdi. Undagi imkonsiz vaziyatlardan ham gol kirita olish qobiliyati, uning har nuqtadan yo'llagan shedevrlari portugaliyalikni barqarorlik ramziga aylantirdi. Tarkibida bunday bombardir bilan Real o'zining Chempionlar Ligasidagi tojini qaytarib, Yevropa futbolidagi dahshatli kuch sifatida dovruq taratdi. Bu muvaffaqiyatlardagi Cristianoning hissasi beqiyos bo'lib, undagi zavq, qat'iyat va g'alabaga intilish boshqa o'yinchilarni ham ruhlantirib keldi. Butun dunyo bo'ylab, maydon tashqarisida ham planetar miqyosdagi brendga aylangan Ronaldo nomi klubning tijorat jabhalarini ham kosmik darajaga olib chiqdi. Sayyoramiz bo'ylab eng nufuzli homiylar Madrid sari oqib kela boshlab, Real Madrid brendi jahon arenasi uzra yana ham kengroq yoyila boshladi. Cristiano faqatgina mening jamoadoshim emas, haqiqiy do'stim ham. Albatta tarkibidan jahonning eng kuchli futbolchisi ketar ekan, barcha uni sog'inadi, lekin bu bizda har chiziqda eng zo'r o'yinchilar yo'q degani emas. Har qanday klub o'z safiga Ronaldodek futbolchini qo'shib olishni istaydi, ammo biz Real haqida gaplashyapmiz. Kim kelib, kim ketishidan qat'iy nazar Madridligicha qolaveradi, deydi Marcelo. Ommaviy axborot vositalari portugaliyalik forvardning Gareth Bale bilan aloqalari so'nggi vaqtlarda juda yomon bo'lganligini jar solib kelgan bir vaqtda Uelslik Winger bu gaplar uydirma ekanligini tasdiqladi.
Ba'zida biz 5-0 hisobida yutsak-da, Ronaldo gol kirita olmasa, u g'azablanar va razdivalkada butsalarini otardi. Biroq u yoqimli inson edi. Oramizda hech qachon muammo bo'lmagan. U barcha oltin to'plarni qo'lga kiritgan chog'i birinchi galda jamoaga minnatdorchilik bildirardi. Endi Luka Modrichning so'zlariga e'tibor qaratsak, Ronaldo tarixdagi eng buyuklardan biri. Bizga uning gollari va xarakterining o'rni bilinadi. U har doim g'olib bo'lishni istar va bunga bizni ham ruhlantirardi. Bundan tashqari Cristiano ulkan qalb sohibi bo'lib, kim uning yordamiga muhtoj bo'lsa, doim tayyor turardi. Mishmishlarga qaraganda, Ronaldo Madridni klub sog'liqlar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam bermaganligi tufayli tark etgan. Biroq Florentino Perez bu gaplarni barchasini rad etgan. Bu gaplar butunlay yolg'on va umuman haqiqatga mos kelmaydi. Bu Ronaldoning qarori. U o'zgarishlarni va yaxshilangan shartnomani xohlab, bunga Juventusda erishdi. O'tgan 9 yilda oramizda hech qanday muammo bo'lmagan. U men shartnoma imzolagan eng zo'r o'yinchi va o'rtamizda uning soliqdan qarzdorligi borasida suhbat bo'lmagan ham. Real muxlislari uchun Ronaldo haqiqiy siymoga, gollari uning buyuklik onlariga, undagi mag'lubiyatga bo'lgan reaksiyasi klub tarixining bir qismiga aylandi. Uning Madriddan ketishi muxlislar qalbida uzoq yillar to'ldirib bo'lmas bo'shliq qoldirdi. Uning nomi klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli epoxa bilan bir qatorda abadiy zikr qilinib, uning erishgan yutuqlari bir umr yosh futbolchilar hamda muxlislarni ruhlantirib, mayyoq vazifasini bajarib beradi. Decent stuff in the first half, but they've been overrun here, and Ronaldo has a chance to make it 2. That's 40 goals for Cristiano Ronaldo this season. That's a lovely run from Ronaldo all the way. The goals just keep